Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Gentra 1.5 modelini rig qilishni ko'rib chiqamiz. Undan oldin biz Sketchfab saytiga kirib, Gentra deb yozib olamiz. Keyin chiqqan mana bu Gentra 1.5 modelini glb formatda skachat qilishimiz kerak bo'ladi. Men Carig tutorial deb papka ochib, bu yerga hamma kerakli narsalarni solib qo'yganman. Shu qatori men bu Gentrani glb faylini ham tashlab qo'yganman. Skachat qilib o'tirishingiz shart emas. Biz Blender 3.6 versiyasini ishlatamiz, chunki ikkita ishlatadigan addonimiz ham 4-chi undan baland versiyalarga tushmaydi. O'shaning uchun papka Blender ochib olamiz, save as qilib qo'yamiz oldindan desktop. Mana Carig deb qo'yamiz. Carig. Endi fayl qilib import qilamiz boyagi glb faylimizni. Carig tutorial papkamizda glb faylimiz turibdi. Mana skachat qildik, import qildik. Ko'rib turishingiz mumkin, lekin men bu yerda har xil keraksiz, noaniq obyektlar bor, empty bor bu yerda, lekin bu qanaqadir balonniki. Xo'p, nima qilamiz biz? Mashinani полностью tozalab olishimiz kerak. 5 ta obyekt qolishimiz kerak mashinani. 4 ta baloni и mashinani o'zi. Xo'p, mana bundoq qilib wireframe modga o'tib olamiz-da. Hamma narsani belgilaymiz, obyektlarni, faqat balonlardan tashqari. Xo'p, bizda hamma narsa belgilandi va shift ni bosib turib, men screencast yoqib qo'yaman. Screencast yoqib qo'yaman и sizlar bemalol nimalarni bosib o'tganimni ko'rib turishingiz mumkin. Mana buni belgilamaymiz va hamma narsa belgilandi. Hop, shift ni bosib turib, pasini belgilab, Ctrl J qilamiz va bu mashinani belgilab, mana bitta bosib qo'yamiz, Alt P qilamiz va Clear and Keep Transformation qilamiz. Buni bossak, bu hech nimaga ulanmagan bo'ladi mana. Mashinani o'zi qoldi. Ko'rishimiz mumkin, farasiniki qolib ketibdi. Buni belgilab, mashinani ikkinchi o'tirib belgilaymiz, ya'ni Ctrl J qilib qo'yamiz va bo'ldi. Bular bitta obyekt bo'ldi. Buni hidden qilib qo'yamiz, hashni bossanglar ko'rinmay turadi. Xo'p, mana ham qolib ketibdi. Mashinani belgilaymiz, Ctrl J. Bo'ldi. Hidden. Xo'p, qiladigan ishimiz nima endi? Endi balonlarni hidden qilishimiz kerak, balonlarni ham. E'tibor qilsanglar, bitta balon bittasidan oldinroqda turibdi, o'shanga joyiga qaytarib qo'yamiz. G ni bosib Y ga bosamiz. Keyin shinani belgilaymiz. Buni ham Ctrl J qilamiz, чтобы balonimiz bitta obyekt bo'lishi uchun. Keyin qolganlarni ham xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Shift bosib turamiz, Ctrl J. Bularni ham shunaqa qilamiz. Ctrl J. Bularni ham Ctrl J. Balonlarimiz aylanishini tekshirib olamiz. Balonlarimiz yaxshi aylanyapti, hozir. Aylanish yaxshi. Endi bularni e'tibor bersak, mana bular ham nimagadir ulanib turibdi. Hammasini shift bilan belgilab olamiz-da. Alt P qilsak bu yerda ham Clear and Keep Transformation qilamiz va bular hech nimaga ulanmagan. Bularni ham hidden qilib qo'ysak, A ni bosamiz. Hamma keraksiz mana meshga ulanmagan original empty obyektlar belgilanadi. A ni bosamiz, o'chirib tashlaymiz X bosib. Keyin Alt H ni bossak, qolgan narsalarimiz ko'rinadi, mashinalarimiz mana. Mashina balonlari hammasi ko'rinyapti. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz mashinamizni 3D fazoda, 3D prostranstvada to'g'ri joyga qaratishimiz kerak. Masalan, 1 ni bosganimizda bu orqasi bilan turib qolyapti. O'shaning uchun A ni bosib, R ni bosamiz, Z ni bosamiz, keyin 180 ni klaviaturada 180 tersanglar o'zi aylanadi.
Mana bu skrinkasida ko'rinmaydi bir xil paytlar. G ni bosib tepaga rovna yerga qo'yishimiz kerak. A ni bosamiz. Alt hash sal-pal to'g'rilab qo'yishimiz kerak mashinamizni. Mashina to'g'ri, mana birni bossak oldi bilan turibdi va bir numpaddan bosiladi. Klaviaturaning yon tarafdan. Endi keyingi qiladigan ishimiz obyektlarni nomlab chiqishimiz kerak bo'ladi, rig qilishimiz uchun. O'chiramiz bularni. Blocknot fayl qilib, bularni ham tayyorlab qo'yganman. Ctrl C qilamiz va mashinamizni tanlab turib, ikki marta bu yoqqa nomiga bosamiz. Keyin my car body bo'lib turib, nomi o'zgaradi. Shuna qilib hamma narsa bilan qilib chiqamiz. Baloni bilan, masalan, baloni my car wheel front left. Ctrl C front left. Ctrl V front right. Ctrl V. Orqasini ham belgilaymiz. Back right. Chap tarafi back left. E'tibor qilgan bo'lsanglar, mana bu yerda bloknotda break ham bor. Bu tormozlarga qilinadi. Bizda lekin tormoz yo'q. Men buni ham o'ylab qo'yganman va mana bu yerga break deb turib blenderga tormozni alohida olib qo'yganman. Bosasizlar, Ctrl C qilasizlar, bu yoqqa kirib turib Ctrl V qilasizlar. Qaraysizlar, to'g'rilab olamiz buni. R Z 90 gradusga buramiz. Va mashina o'rtasiga turib qolgan bu, o'shaning uchun ozgina diskani ichiga chiqamiz. Va mana diskamiz ham, tormozning diski ham joyda. Faqat ozgina X o'qi bo'yicha aylantirib qo'ysa chiroyli turadi. Shift D ni bosamiz. RZ 90 gradusga aylantirsa, 180 gradusga aylantirsa, X anaqasi bo'yicha. Shuni keyinchalik qilamiz. X o'qi bo'yicha ozgina bunday aylantirib qo'ysa bo'ldi. Endi bu ikkalasini belgilaymiz. Shift D qilamiz. Iplarni orqaga olib boramiz. Tormoz diskalarimizda joy unchalik o'rtada turish shart emas, chunki bular qotib turadi, aylanmaydi. Bu mana joyda turibdi. Endi tormoz diskalarimizdan ham nomini berib chiqishimiz kerak. Break back right. Buni belgilab back right va left.
Ctrl V. Oldisiga ham nom beramiz. Front left va front right qoldi. Ctrl C, front right. Endi hamma narsani A bilan belgilab, M bosamiz, yangi kolleksiyaga chiqarib qo'yamiz. Порядочный bo'lib turish uchun. Gentre mana bo'ldi. Mana bu kerak kolleksiyamizni X qilib o'chirib tashlaymiz. Va A ni bosamizda, Ctrl A ni bosib, scale qilamiz. Va yana Ctrl A ni bosib, rotation qilamiz. Location kerak emas. Scale bilan rotation. Va hamma narsa tayyor. Endi rig qilishimiz kerak. Bu mashinani rig qilish uchun nomi tayyor bo'ldi va add-on o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Install papkani tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. Rigicar master buni yoqamiz. Endi mashinamizning hammasini belgilab Shift A qilamiz. Armature, mana bu yerda car deformation rig turibdi. O'shani qilsak, mana ko'rishingiz mumkin hozir. In front mana. Ham tormozlari, ballonlari, mana tormoz, ballon hammasi rig bo'ldi. Endi buni widgetlarga generate qilishimiz kerak. Mana generate bossak, mana mashinamiz rig bo'ldi. Faqat buni hozir biz qimillatsak yurmaydi. Yurish uchun wheels on Y qilsak, Y wheels on Y bo'lsa kerak, to'g'rimi? Endi mashinamiz yuradi. Xo'p, ozgina animatsiya qilishni ham ozgina ko'rsatib ketaman. Object mode o'tamiz, Shift A, plane. Kod torttiramiz. Y ga bosib kod torttirib oldik. Widgetimizni tanlab, rigimizni tanlab, pose mode o'tib olamiz. Unda buni belgilab ishlata olmaysizlar. Pose modda faqat ishlatiladi. Nimadir animatsiya qilmoqchi bo'lsanglar, faqat pose modda animatsiya qilinadi. Riglar bilan-da, to'ychi. Hamma narsasini belgilaymiz, widgetni belgilab, A ga bosib, location, rotation qilamiz, scale ham bosib qo'yamiz. Men har safar shunday qilaman. 50-frame-gacha bu mashina aytaylik где-то manbatgacha kelsin deylik. Y ga bosib qo'yamiz. Y nima? I bosib yana shunaqa ключ qo'yib olamiz, keyframe qo'yib olamiz. Endi ko'rishingiz mumkin, mashina yuryapti. Xo'p. Mashina yuryapti, ballonlar aylanyapti. Agar ozgina qanaqadir drift bir ballonlar qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana bunday qilib yana Y qo'ysanglar, I bilan keyframe bersalar, mana bu yerda orqasini tanlab turib, G ni bosib ozgina tortib qo'ysanglar, chipa drift qilayotganda Y qilsalar, I qilsalar, blin. I bosib location, rotation, scale. Va mashinamiz rigi tayyor va drift ham qilyapti mana bu yerda qanaqadir. Mana bu mashinani og'irligini qatgadir tashlasa bo'ladi, orqaroqga, oldinroqga, rulni qayirsa bo'ladi bu bilan. Rulni qayirsa bo'ladi. Bu mashinani o'zini harakatlantiradigan narsa. Ballon anu yami pamali chiqsa, dukur qilishga. Bunisini bilmadim. Mana bu amortizatsiya. Bu ballon aylantiradi. Buni uncha ishlatmaysizlar degan umiddaman. Endi men sizlarga launch control add-onni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Hamma narsani orqaga qaytaramiz, Ctrl Z. O'chirib tashlaymiz. Mashinani rig qilganimizdan ham o'chirib tashlaymiz. Mashina o'z holiga qaytdi. Mashina yerda turibdi. Yana tanlaymiz mashinani.
Endi bu safar launch control addonni import qilamiz. Uстановка qilishimiz kerak bo'ladi. Install launch control bu ham papkada bor, Telegramdan topasizlar hammasini. Install qilamiz. Mana bu yerga galочка qo'yamiz va bu ancha osonroq, funksionali ko'proq bu launch controlni. Rig vehicles qilsak, o'zi avtomatik rig qilib beradi. Faralarni ham masalan bu yerda hozir sizlarga ko'rsataman, nimalar bor, bu yerda nimalar yo'q. EV cycles, GPU, mana faralidan boshlasak, ichidagi mashinaning lampasini ichiga sizlarga ko'rsatib beraman. Vaqt ketsa ham. Hop, bunaqa haydan qilib turamiz. Masalan, mana farani ko'rib turibsizlar. Farani belgilaymiz. Shader editorga o'tib turib, yangi material yaratib olamiz. New. Va bu yerda emission degan joyga oqartiramiz. Emissionni 10 qilib qo'yaveraylik mayli. 10 bo'ldi. Bu keyin belgilangan turgan holatda yangi materialimizga assign qilamiz, biriktirib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, yonyapti. Hozir men bu yerda navigationni to'g'rilab olmasam, bo'lmaydi cho'ta. Hop, mana. Men bu yerda yana bitta kichkina lampochkasi bo'lishi kerak adashmasam. Hozir ko'rishim uchun. Bu yerda o'zi lampochkasi yo'q ekan, mana tak bo'lishi kerak edi. Men bu yerda ham belgilaymiz, L ni bosamiz, haydan qilib qo'yamiz va men buni belgilab L. Men bu yerga assign qilib qo'yamiz. Endi ikkala men bu faralarda ham bir xil yonadi, Ko'rishingiz mumkin. Alt hash qilamiz edi. Alt hash qilaman. Boyagi oynalari joyiga qaytdi. Object modga o'taman men. Voy, cho'ta unutib ketdim, deyman. Yo'q. Men boshqa joyga assign qilib qo'ymayman. Uzr, mana bu yerga assign qilsa, ya'ni yonda. Alt hash Alt H, men hash deyman, o'zi H to'g'rirog'i. Hozir ozgina kompyuter qotyapti. Object modga o'tamiz endi. Faralarni endi to'g'irlasak bo'ladi. Mana faralarimizni taratayotgan nurni ham kontrol qilsa bo'ladi. Headlightsga o'tib, high berim qilsanglar, dальний fara yonadi yoki mana low berim qilsanglar, buni o'chirsanglar bo'ladi, dальнийni yoqsanglar bo'ladi. Mana bunaqa. Buni ham ozgina kontrol qilsa bo'ladi, dальнийni ham. Mana shunda bizda dальний bor. Mana. Xo'p, yana nimalar qilsa bo'ladi? Men hozir ko'rsataman. LED qilsalar bo'ladi. Mana LED qilsalar bo'ladi. Exotic qilsalar bo'ladi. Har xil faralarni qo'ysalar bo'ladi. Keyin mana mashinamizda masalan hozir men bitta environment beray demoqchi edim. Masalan, mashinamizni
mashinamizda mana yuryapti, lekin o'zidan iz qoldirmayapti. Uni ham to'g'irlasa bo'ladi. Mana bu yerda skid marks bor. Buni qilsalar mana skid marklar qolyapti. O'zidan iz qolyapti-da. Buni kuchliroq qilsalar bo'ladi. Har xil narsalar qilsalar bo'ladi. Mana masalan mana shunday. Yokida mashinamizni boshqacha animatsiya qilsak bo'ladi. Drift qotgan animatsiyasini qilsak bo'ladi. Mana drift qotgan animatsiyasini qilsak bo'ladi. Ozgina qorong'iroq qilsak. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda nimagadir mashinamizda faralari yongani tushmayapti, yorug'lik yerga tushmayapti. Chunki mana bu 4 ta faralarimizni, Ctrl Z 4 ta faralarimizni ichkariga kirib qolgan. Ichkariga kirib qolgan va 180 gradusga aylanib qolgan. Biz buni qaytarib 180 gradusga aylantiramiz. 7 ni bosib tepadan qaraymiz-da. Bizaga right bu o'ng tarafga, buni ham olamiz o'ng tarafga. Left chap tarafga. Va buni ham o'ng tarafga olamiz. Ko'rishingiz mumkin, juda anaqa qilyapti. Yerga qaramayapti. Mana bu ko'k, mana bu sariq narsachani ushlab yerga qaratib qo'ysalar bo'ladi. Hop. Tepadan qarasak, bu yo'g'i nur taratish kerak. Mana buları. Bu dalniy bo'lgani uchun uzoqroqga qaratamiz buni. Bu ham dalniy bo'lgani uchun uzoqroqga qaratamiz. Mana bu yaqinlarini yerga qaratamiz. Yerga yaqinroqga qo'yamiz. Shuna qilib mashinamizdan o'sha faralarning nurlari chiqyapti. Problema yo'q. Hop, shunaqa animatsiya bor. Har xil animatsiyalar bor. Mashina sakrayotgan animatsiya bor. Offroad, har xil joylardan yurayotgan animatsiya bor, mana Gentry. Skid markini ozgina mundoqroq qilib qo'ysak, qaniydi skid mark. Hop, shunaqa narsalar bor. Yana nima? Ground detection bu mana bu yer, o'sha ground detection deyiladi. U qayerda bo'lsa, mashina ham o'sha yerda bo'ladi. Ground detection ustida mana bu pas ustida yotish kerak bo'ladi. Unda mashina qanaqadir reglari buzilib, bir balo bo'lib ketadi. Hop, yana nimalarni tushuntirsam bo'ladi, o'zim bilgan narsalardan. Headlights o'chiramiz. Speedometer bor. Extra animation. Kuchliroq animatsiya qiladigan narsalar bor. Mana amtga qilsalar, mana ko'rishingiz mumkin. Mashina necha tezlikda ketayotganini ko'rsanglar bo'ladi.
и mana bu yerda har xil настройкалар bor, lekin bizga bu hali kuchli настройкалар kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun extra animation handles o'chirib qo'yamiz. Speedometer o'sha speedometer o'zingizlar boshqarsanglar bo'ladi, keyin buni animatsiya qilsanglar ko'rishingiz mumkin. Yana nimalar bor? Advanced physics bor, ularni hali keyinchalik o'tamiz. Ularni keyin ko'rsatib beraman. Xo'p, men sizlarga bitta narsa, kichkina narsa ko'rsatib beraman. Mana buni animate qilamiz edi. Endi buni biz o'zgartiramiz. Xo'p, mashinamizni sakratib ko'ramiz bitta. Men buni uzaytiraman. Buni uzaytirdim, ozgina bo'laman buni. Mashinamiz qayerdan sakraydi deymiz. Mana shu yerdan mashinamiz sakraydigan bo'ladi. Aytaylik, shu yerdan sakraydi mashinamiz. Ozgina bundoq cho'zamiz. Xo'p. Shuning uchun biz ham bu ground detection to'g'irlab olamiz. Qayerdan sakrash kerak? Bu mashina balonni yerga tegib turadigan narsa. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, VFX qotganingizda ham buni o'chirib qo'yasizlar, ko'rinmaydigan qilib qo'yasizlar, lekin bu narsa aniq bo'lishi kerak. Endi biz ham bittadan puzzle to'g'irlaymiz. Edit qilib. $90°. Hop. Buni ham ozgina ko'taramiz. Buni ozgina cho'zib, bundoq qilamiz. Где-то shunaqada. Keyin bu narsa uchadi, ozgina bundoq cho'zamiz. Uchadi. Bundoq. Aytaylik, bundoq. Hop. Bu yerga tegdi. Yerga teggandan keyin I ni bosib, Y bor-u, o'shani bosib yana cho'zamiz. Xo'p, mana bo'ldi, bu tayyor bo'ldi. Endi mashinamizni qaranglar. Hozir bundoq qo'yib yorsak, mana bunaqa bo'lib problem bo'lyapti mana. Mashina ham uchmayapti. Ham bilan kichkina arttirib qo'yaylik. Mashinamiz ham uchmayapti, ham ko'rsanglar, mana bu yerda chiqib ketyapti anaqa narsalar, mana balolar mana olib ketyapti. Mashinamiz uchishi uchun birinchi bo'lib turib please click the update driving path dot. Biz hozir buni bossak, Curve Tools addonni o'rnat deydi. Biz o'zi Blender o'zida bor u narsa. Mana Curve Toolsga galочка qo'ysak, endi driving pathni update qilsak bo'ladi. Va mashinamiz uchishi uchun pause mode o'tib turib, mana buni ozgina ko'tarib qo'ysak bo'ladi, o'rtaga olib qo'ysak bo'ladi.
va ko'rishingiz mumkin mashinamiz bizani hozir mana bu yerda uchadi. Uchadida. Shu yerda qolyapti negadir. Buni ozgina endi ko'tarib qo'ysak. Hop. Chunki anaqa mana bu rulni anaqa qilsa animatsiyasi mana 118-kadrgacha bo'lgan. Buni biz olib tashlaymiz-da, delete qilamiz-da. Buni biz aylantiramiz, mana bunaqa aylantirsak. Aylantiramiz. Mana shu olib kelamiz va i ni bosib keyframe beramiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda turib qolgan mashina anaqa balonlar anaqa bo'lib, osmon bo'lib qolgan. O'shaning uchun buni ozgina biz o'rtaroqga qilib beramiz mana. Buni biz animatsiya qilishimiz kerak. Mana bu uchayotgan narsasini animatsiya qilishimiz kerak. Bu yerda 0 bo'ladi, mana uchmayotgan bo'ladi mashinamiz bu yerda. i ni bosamiz, bu yerga keladi. Bu yerga kelganda ham mashinamiz o'zi uchmayotgan bo'ladi-da. O'zi bu yerga kelganda ozgina ko'tarilgan bo'ladi. Bu ko'tarilgan bo'ladi. Yiqib qo'yamiz. Orqaroqga qaytsak, mashinamizdan mana bunisiga ham bitta keyframe bersak, keyin bu yerga kelganda ozgina og'irligini orqaroqga tashlaydigan qilsak, mana og'irligini orqaroqga tashlaydigan qilsak, o'shanda yo'q, unchalik emas. Bundoq bosamiz, ozgina bundoq qilamiz. i ni bosib yangilab qo'yamiz. Xo'p. Mashinamiz ketyapti, ham bitga. O'zi og'irligi bilmadim, men bunisi, lekin men bu sakriy degan narsasi balanda bo'ladi. Yo'q, даже yo'q emas. Men bu pazimizni ozgina to'g'rilab olmasak, xatolik bo'pti. Animatsiyamiz yaxshi chiqmaydi. Mana. Hop. Endi mana buni belgilab, uchayotgan paytiga moslab, bu yerda o'zi shunaqa i ni bosib qo'yamiz. Uchishni boshlagan paytidan boshlab buni ko'tarib qo'yamiz biz. Uchishni boshlagan paytdan boshlab ko'tarib qo'yamiz. i ni bosamiz. Bu uchyapti, vashdan uchyapti. Chiqyapti. Qo'lda animatsiya ham qilish kerak yoqiniga, mana. Uchyapti. i ni bosamiz va bu yog'iga o'zi mana buni ozgina tushiramiz. i ni bosamiz, bu yog'iga o'zi mana bunaqa qilamiz. Mana bu narsani esa mana shu o'zida ozgina oldinroqga suramiz. Yo, даже teparoqda mana shu o'zida oldinga surib qo'ysak, cho'tki bo'ladi. Mashina kelyapti, qo'nyapti, urilyapti. Balon mana shunaqa bo'lyapti. Mana shu paytda ozgina ko'tarib qo'ysak bo'ladi.
i ni bosamiz. Keyin уже 90 dan boshlab buni вообще ko'taribroq qo'ysa ham bo'ladi. Hop, o'ylashimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi. Mana bu yerda ozgina xatoligi ketgan ekan. Mana shuni ham ozgina bir to'g'rilab o'tib ketamiz. Mana tekisroq bo'ldi endi. Mana bu yerda ham ozgina to'g'irlasak, uzunroq qilsak, uzunroq qilsak, xatoliklar endi bo'lmaydi deb o'ylayman. Bo'ldi. Mashinamiz mana uchdi. Adashmasam bularga bu skid marklarga anaqa bo'lmaydi. Keyframe qo'yib bo'lmaydi. Ayo, keyframe qo'ysa bo'lar ekan, uchayotgan payti masalan, nima desam ekan? Aytaylik, bundan yurib ketyapti. Buni kerak emas payti 0 qilib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, aytaylik, bu yerda уже bular 0 bo'ladi hammasi. Keyin bularga ham keyframe berib qo'yamiz. Mana bu yerga yurib ketyapti. Skid mark. Mana ko'rinmaydi, izlari ozgina ko'rinar-kanu. Keyin masalan Betroga kelganda ham ko'rinmaydigan qilsanglar, mana bu yerga yana keyframe berib qo'yasizlar, i ni bosib. I bu yog'iga уже как бы mana bu yergacha qanaqadir ko'paytirib bir qilsanglar ham bo'ladi. Masalan, bir qilib qo'ysanglar, bu yog'iga i bu yog'iga kelganda уже birdan ozgina ko'paytirib qo'ysak, bo'ldi ekan mana. Mana shunda bu yerda nimadir bo'ldiki, короче, balon tegan paytda mana anaqa bo'lyapti-da, faqat balon tegan paytda qo'yilyapti. Gazeta mana shunaqa настройка qilib qo'ysanglar, hamma narsa tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi tutoriallarimizda xudo xolasa launch control ishlatib, VFX qilamiz. Hammaga xayr.